Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya Sırgacı Rozi. Washington'dan sözdeyimiz vatandaş. Bugün Çislağa aşkımarşı girmiş genç yıl. 11. ayının 3. günü vatandaşım. Bugünkü vaziyetine ise hazır, canlının nazarında dedi ki, Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi Ukraynaga kirdi dedi. Tafsili anlamadım bugün keçti. Anlap sizlarga mazmun yetkizmen hazırki. Ondan keyin Halkılık paytla Tayvan Fonsun şirketining torbeti dedi ki, Amerika Qo'shma Shtatlari hazır Hindi Tinch okeani rayonida Arallah bağlanışı yaki birinci liniye, ikinci liniye degandek Arallah bağlanışı liniyeleri de her bir uğurlaştırışını tamamlap boldu dedi. Üçüncü noktada bir kızık haber yetip geldi. Bu kızık haberde işte azı görümüz. Digilim bulamdı, bulmamdı ya bunun keyinde oylap bakamdık, tasavvur kılıp bakamdık, tahlil kılıp bakamdık. Sizler bizden işimiz. Şuna bir haber geldiğimdeydi o. Rusiyalık şahmat peşvası Gasparov Reisi Jinping Prezident Joe Biden'ın aldığı siyasi şart koydu dedi. Yani Prezident Vladimir Putin'ni men sizlarga topshirib beraman. Xat ma'nosi shu. Men sizlarga beraman Amerikaga. Sizlar Tayvanni menga beringlar dedi. Demek bu haber makale yak haberdeki bu şu sözün özü nima dese men Prezident Vladimir Putin'ni sizlarga topshiray. Amerika Qo'shma Shtatlari sizlar menga Tayvanni beringlar. Endi buni chaq-chaqmiki, rostmiki deb azildab qarab o'tsasan, uning keyinden siz bizga tanishdik ishga to'g'ri beti, video film to'g'ri beti. Masalan, birinchisi eng ishonchli Tayvan hukumat tarafining to'g'ri beti. Pulga qaraydigan yillar ham bu gapni eg'iziga oldi. Uning keyinda uzundan beri siz bizga tanish Kim Pokin efendi bugun maxsus o'zining programmasiga bu mavzu qilib qo'yibdi buni. Şun bu iş qandaq iş deb bugün sizga vaziyat tanıştırış yoki vaziyatni ko'rsatishdan iboratmish fursatdan foydalanib oldingiz qo'ydik, hozir xabarda ko'ramiz bu vatandosh. Bugungi mavzumundaq. Tayyorlik qilib qo'y. 7 Devlet Guruhi Tashqi ishlar ministrlari yig'ini Cumhuriyet Partiyasi va Rossiya masalasini markazlab muhokama qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 3 kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tarjima qilguvchi, tahrirlovchi Sona. Bu kishi Xanzu kishimi, Xitoy kishimi yoki kim bilmay qoldim vatandosh. Musha hafta 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari Germaniyada 2 kun yig'in ochib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib, kirishi elib kelgan xristianlarga va Jungoning kun sayin o'rlayotgan ta'siriga, Tayvan masalasiga qanday taqobil turish va Iron hukumatining namoyishchilar zo'ravonlik qilishlariga qanday taqobil turishni markazlik muhokama qildi. Bu yerda Uyg'urlar masalasi qanday deb savol qo'ymoq tunigun Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 3-chi qatimliq munozarada yoki muhokamada 50 davlat o'tirg'i chiqib Uyg'urni qo'lladig'i tunigun Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yuz berdi bu ish. Endi Germaniyada ochilgan 7 davlat ministrlari yig'ini. Amerika Birlashma Agentliklari xabar qilib bunday ko'rsatdi. 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari Germaniyaning g'arb tarafiga joylashgan shahri
Münster. Ahang bu iş tercüm kıldım, İngilizcesini bilmedi. Münster şehri yığın açıda. Rusya, Ukraynaga tacavuz kılgan tacavuzçılık tüpeyli. 7 devlet guruhi arka-arkadan Rusya'nı imborga kılıp kelgen. Lekin imborga kılıç Rusya'nı tosop kalalmadı. Moskova aksçi vaziyetini örlütüp, texmi köp askeri kısım çıkarıp, Ukrayna'nın ahalala asası kuruluşlarına hücum kıldı. Hem de yalgan referandum ötküzüp, Ukrayna'nın 4 rayonunu Rusya teritoriyasiga qo'shib oldi. Hem de yadro kuralları işletish mümkünlüğünü o'ttirg'i chiqardi. Haftaning 3. günü Rusya, Ukrayna açlıqning ve başka savdo tovarlarının xalqaro bozorga kirishini asliga keltirish to'g'risidagi urush vaqti kelishimiga qo'l qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Ukrayna vaziyeti kishini xotirjamsiz qiladigan vaziyatga yuzlanib, jumladan energiya manbalari bilan ta'minlash hamda Rossiyaning yadro qurollari ishiltish mumkinligi kishilarni ansiratdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga safardosh bo'lib, bu yig'inga yetib kelgan Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Haftaning 4. günü ve 5. günü Germaniya Münster şehrida hükümet binasida yig'in açımız. Bu amaldorlar yana mundaq ko'rsatdi. 7 devlet guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inida ministrlar Ukrayna meselesi ve başka meseleler bo'yicha ortak to'nash hosil qildi. Cümleden Jungo ve İran'ın zich munosabatini o'z ichiga oladi muhokama qilish. Jungo Ukrayna meselesida Rossiya tarafda turdi. Hamda Jungo Kompartiyasi G'arb dunyosining xalqliq ve sezgör asası kuruluş aslahalari sohasiga mablag' solishga uriniyotidir. Çünkü G'arb dunyosining eng asosli shirkatlariga, masalan Hamburg porti demdi, Germaniyaning hozir shuni o'zining ilk elishga uriniyotidir. Çünkü lekin Amerika hukumati Germaniyaga qattiq ogohlantirish berib, bunga Xitoyning kirishiga yo'l qo'yma dedi. Uriniyotidir. Ondan başka İran hükümetinin namoyishchilarni rahmisiz bastırganlığını muhokama qilgandan başka bu qatamiyatda davlat ministrlari yig'inida. Yani İranning Rossiyani odamsiz aeroplan bilan ta'minlaganligini bu 7 davlat ministrlar yig'inida muhokama qildi.